O't qopidagi toshlar sidigullardagi toshlardan tozalaydi. O't qopidagi toshlar 3 xil bo'ladi. Xolesterinli, bilirubinli va kalsiyli toshlar bo'ladi. Oshqozonning 3 dan 2 qismi qoladi. 3 dan 1 qismi chiklashib yo'qoladi. Allergik dermatitlar, psoriaz, ekzema, terida uchraydigan vitiligo kasali, xalq tili bilan aytganda pes kasallik, oqarib qolish, o'pkada uchraydigan bronxial astma kasalliklari yaxshi bo'lishib boshlanadi. Bu narsani davolash jarayoniga qo'shganimiz beriladigan suyuqlik tarkibida o'sha xolesterinni eritadigan modda bor. Organizmda o'sma degan kasallik rivojlandimi? O'sma oddiy organizmning hujayrasiga qaraganda bir necha 10 barobar oziqani ko'p yeydi. Oddiy hujayra tasavvurini ko'p qilib tushuntirganda bir piyola ovqat yesa, o'sma hujayrasi 10 kasa, 15 kasa ovqatga muhtoj bo'ladi. Shu narsani yemasa bo'lmaydi. Shuncha tez o'sish kerak u. Tez kattalashish kerak. Bugun biz sizlar bilan Doktor Alimardon Bahridinovich Sheikh Hayotbog' xususiy klinikamizda 5 yil davomida ilmiy izlanishlar, sa'y harakatlar, tinimsiz mehnat, O'zbekiston olimlarining yangi qilayotgan ilmiy ishlari, chet el olimlarining yangi ilmiy ishlari, internet ma'lumotlari, xo'p, oziq-ovqatlarga qo'shilayotgan ximikatlar, gormonlar, dori moddalarining organizmga nojo'ya ta'sirlarini o'rganib, davolashni tabiiy yo'l, ya'ni ochlik bilan davolashni yo'lga qo'ydik. Ochlik bilan davolanish, ya'ni ovqat yedirmasdan tabiiy giyohlardan tayyorlangan damlama, sharbat, malham ichirilib, bir kunda bir marta klizma qilinib, bemorlarni davolayapmiz. Davolash jarayoni 15 sutkadan 25 sutkagacha davom etadi. Ichiriladigan tabiiy suyuqlarni qilayotgan vazifalari. Vazifalar birinchi o'rinda odam organizmida ochlik hissi bo'lmaydi, to'q saqlaydi. Ikkinchi qilaydigan ishi ichaklarni, axlatlardan tozalaydi. Keyinchalik axlat toshlaridan va gijjalardan tozalaydi. Keyin o't va jigar yo'llariga o'tib, jigardagi, ya'ni o't qopidagi toshlar, shlaklar tozalanadi. Shlak nima? Shlaklar bu o't yo'llarining dimlanishidan hosil bo'ladigan o't devoriga yopishib, o't suyuqligining quyi qismi yopishib qoladi. O'sha narsa shlak hisoblanadi. Toshlar esa xolesterin, bilirubinli va kalsiyli toshlar yillar davomida dimlanishdan cho'kma hosil bo'lishidan, cho'kmalar quyuqlar asta-sekinlik bilan tuzga, tuzdan qumga, qumdan toshga aylanadi. Ular bir xil adnorodni, ya'ni bir xil jinsda bo'lmaydi. Uchalasi aralashib, joylashib katta toshqinlar hosil qiladi. Xo'sh, toshlar erish jarayoniga ta'sir qiladi. Buyrakdagi toshlarni eritib tushiradi, qonni suyultiradi, qon tomiridagi xolesterinlarni eritib chiqaradi. Organizmdagi barcha zaharli toksinlar, allergenlardan tozalaydi. Immunitetni ko'taradi, organizmda barcha surunkali kasalliklarni yallig'lanish prosesini yaxshilab beradi. Xullas, organizmda yod bo'lgan kistalar, o'smalar, ya'ni miyomalar, xavfsiz o'smalarning so'rilishini ta'minlaydi. Ochlik bilan davolash jarayoni boshlanganda bemorda kechadigan holatlar, nima o'zgarishlar bo'ladi? Dori va suyuqlar ichirib boshlaganimizdan keyin birinchi sutkada bemorda ichi ketib boshlaydi. Bir kunda 4-5 martagacha ichi suvda ketadi. Yuqumli kasalliklarda uchraydigan qorinda og'riq, axlatga borganda ishdagi og'riqlar, temperatura qilish va xavfsizlik, ko'ngillanish, qusish belgilari bo'lmaydi. Faqat tualetga borganda, hojatga borganda odamning ichi suvda suyuqlik bilan keladi. Xo'sh, birinchi sutkadan 3-sutkacha bo'lgan davrda ichakdagi barcha axlatlar chiqish bilan birgalikda ichakdagi axlat toshlari chiqib boshlaydi. Ya'ni ichagimiz, mana bu oshqozon desak, mana bu jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi. Oshqozonda ham, ichaklarda ham axlat toshlari bo'ladi. Bu toshlar qanday hosil bo'ladi? Noto'g'ri ovqatlanganda yaxshi chaynalmagan ovqat bo'laklari toshga aylanib qoladi. Ular yillar davomida asta-sekin qotib tosh bo'ladi. Uni rangi yashil, qoramtir rangda, har xil rangda bo'lishi mumkin. Hajmi ham, kattaligi ham har xil bo'ladi. Axlat toshlar chiqib boshlagandan keyin gijjalar chiqib boshlaydi. 3 sutkada ichak to'lig'icha toza bo'lib turib, faqat ichak devorida shlaklar qoladi. 4-sutkadan 6-sutkagacha bo'lgan davrda o't qopi va o't ichida, jigar ichida joylashgan o't yo'llari, mana bu o't yo'llari deb hisoblasak, mana shunday yig'ilib kelib turib o't suyuqligi chiqishi kerak. O'sha o't yo'llaridagi
shlaklar, o't qopidagi toshlar, bunday toshlar bo'lsa, o'sha toshlar chiqib boshlaydi va oshqozon osti bezini devorida hosil bo'lgan shlaklar ham chiqib boshlaydi. O't qopidagi toshlar 3 xil bo'ladi. Xolesterinli, bilirubinli va kalsiyli toshlar bular. Bular nima uchun kerak bizga? Xolesterin bilan bilirubinli toshlar yumshoq bo'ladi, erishi juda tez bo'ladi. Beradigan ichadigan dori va suyuqlar bularni tezroq eritib, tezroq chiqarib boshlaydi. O'sha 4-sutka, 5-sutkadan jigardagi toshni ancha qismi chiqib boshlaydi. Kalsiyli og'ir, ya'ni qattiq toshlar esa saqlanib qoladi, keyinchalik tushadi. Bunga keyin to'xtalib o'tamiz. Keyin jigarga o'tadi, jigar yo'llari toza bo'ladi. Odam o'sha jigar yo'li toza bo'lguncha 6-sutkaga boradi. O'sha 6-sutkagacha mana shu ichkarida tushayotgan shlaklar, toshlar juda zaharli bo'lgani uchun o'z o'rnidan qo'zg'alib chiqayotgan paytida organizmga zahri so'rilgandan bemorda ko'ngillanish, qayd qilish holatlari, terisidan qulansa hid, og'zidan qulansa hid kelish holatlari bo'ladi. Chiqqan axlat juda qoramtir, yashirangda bo'lib, hidi juda o'tkir hidli bo'lib, o'ta zaharli bo'ladi. Shular chiqqandan keyin odam yengil tortadi. Jigar toza bo'lgandan keyin tozalash jarayoni buyrakka o'tadi. Buyrakdagi qondan siydikni ajratib oladigan filtr qismidagi zaharlar, ya'ni toksinlar, allergenlar so'rib chiqib boshlagandan keyin siydik yo'llari bilan chiqib ketadi. Chiqib ketayotganda siydik yo'llarda siydikning muhiti kislotadan ishqoriy muhitga o'tadi. Keyin bu yerdagi toshlar erib boshlaydi va tushishga ketadi. Tushib boshlaydi. Bu 7-sutka amalga oshirib, 7-6-sutkada siydik qopida o'zi qilib ko'rganda toshlar erib tushayotgan mayda tosh bo'lakchalari yoki siydik yig'ib ko'rganda siydik tagiga loyqa bo'lib turib, oppoq yoki yashil rangda cho'kmalar tushishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, buyrak toza bo'lib bilan bir vaqtda organizmda qon ham suyulish jarayoni davom etayotgan bo'ladi. Qon suyulish jarayoni 9-10-sutkalarda qon suyuq holatga keladi. Suyulish jarayoni o'zi 4-sutkadan boshlanadi, 9-10-sutkaga normaga keladi. Odamdagi qo'l uyushishlar, nashliklar, lohasizlar ketadi. Demak, qon aylanishi yaxshilangandan davleniyat tushadi, buyraklar ochiladi, odam yengil bo'lib qoladi. Bundan keyin qon suyulib bo'lgandan keyin immunitet ko'tariladi. Ya'ni 11-12-sutkalarda odamning organizmida jigar o'z vazifasidan yengillashib dam olayotgan paytida, ya'ni ichakdagi axlatlar jigarga zahrini kelmaydi, ovqat kelmaydi. Ular kelmagandan keyin o'sha qilayotgan vazifasini o'rniga qonni filtrdan o'tkirib ham suyultiradi, ham uni ichidagi zaharli toksinlar zararsizlantirib buyrakka beradi. Buyrak orqali chiqib ketaveradi. Ketavergandan keyin jigarda ishi borgan sari yengillashgandan keyin immunitetni ko'tarib beradi. Agar qoni kam kasallar bo'lsa, qonni ko'paytirib beradi. Bu ichadigan suyuqlar tarkibida vitaminlardan tayyorlangan oziqani jigar hazm qilib, organizmga qonni ko'paytirishga va immunitetni ko'paytirishga safarbar qiladi. Xo'p, immunitet ko'tarilgandan keyin 13-15-sutka, o'sha 3 kun davomida surunkali kasalligi bor bemorlar bo'lishi mumkin. Siydik yo'li, buyragida surunkali kasallik, surunkali buyrak yetishmovchiliklari, siydik yo'llari shamollashi, siydik qopi, sistit deydi, siydik tutolmaslik yoki siydik chiqara olmaslik kasalligi, sal bir yo'talganda ham pishib chiqib qoladi. Shunday shamollab ketgan vaqtda bo'ladi, ya'ni yallig'lanish. O'shalar yaxshi bo'ladi. O'pkada surunkali yo'tal kasalliklar, bronxitlar, pnevmoniyalar bular yaxshi bo'ladi. Jigar barcha kasalliklar, sirrozdan tashqari barcha kasalliklar yengillashib qoladi. Ayrimlar saqlanib qoladi. Ular qaysilar? Masalan, 10 yil va undan ko'p vaqt bo'lgan, uzoq vaqt lichinasiz yurgan, bu kasallik mana buyrakdagi kasallik yoki o'pkadagi kasallik barchasi birga kelgan immunitet kasallarda 15 sutkadan ham o'tadi. Xo'p, bundan tashqari oshqozon ichak trakti yo'llari kasalliklar, surunkali pankreatit, oshqozon osti bezidagi kasallik ketadi. O't qopida yallig'lanish kasalliklar ketadi. Xullas qo'yinchi organizmda surunkali kasallik ketish davri boshlanadi. 15 sutka to'ldi. Semiz odamlarda 1-kundan 15-kungacha bo'lgan davrda kuniga 1 kilogramdan vesini, ya'ni tana vaznini kamayib borishi kuzatiladi o'rtacha. Kimgadir 15-16 kilo, kimgadir 13-14 kilo ves yo'qotadi 15 sutkaga kelganda. Bu organizmdagi ortiqcha yog'lar, ortiqcha yig'ilgan zaxira oziqalar, ichakda axlatlar chiqib ketish sababidan ves yo'qotiladi. 16-sutkadan esa 25-sutkagacha o'sha semiz odamlarda gormonlari normaga keladi.
oshqozonning 3dan 2 qismi qoladi. 3dan 1 qismi kichiklashib yo'qoladi. Gormonlar, ya'ni hazm qilish gormonlari, organizmda hamma narsani tashkillashtirib beradigan barcha bezlardan ajraladigan gormonlar normallashgandan keyin semizlik kasalligi yo'qoladi. Xo'sh, 16-sutkadan 18-sutkagacha bo'lgan davrda surunkali teri kasalliklari, ya'ni bular qaysilar? Allergik dermatitlar, psoriaz, ekzema, xo'sh, terida uchraydigan vitiligo kasalligi, xalq tili bilan aytganda pes kasalligi, oqarib qolish, o'pkada uchraydigan bronxial astma kasalliklari yaxshi bo'lishni boshlanadi. Odam sezadi shunda. Teridagi toshmalar qurib asosiy tushish jarayoni bo'ladi. Hattoki to'g'ri uchakda uchraydigan ich qotishdan yuzaga kelgan gemoroy, ya'ni bobosil kasalligi, mana mazaychiga aytganlarda bobosil, ya'ni gemoroy kichiklari so'rilib ketadi, kattalari katta hosilada bo'lib chiqib qolganlari qurib tushadi. Davolash jarayonining 19-21-kuniga borganda endi o't va buyrakdagi toshlarga kelamiz. Shularning qattiq toshlari qoladi. O'tda sanab o'tdik. Xolesterinli, bilirubinli, kalsiyli toshlar bilan. O'sha uchala toshlar erib kelib turib, kalsiyli toshlar faqat o'zigina yig'ilib qolgan tosh bo'lsa, aralash yig'ilgan bo'lsa, tezroq tushib ketadi. O'zi faqat, masalan, mana bunday tosh faqat ichi kalsiydan iborat bo'lsa, xolesterin va bilirubin tosh aralashmagan bo'lsa, buni erishi qiyinroq bo'lib turib, 19-21-kunlarda erib tushadi. Asta-sekinlik bilan xuddi choyga solgan novot ichlari yemirilib, asta-sekin yemirilib, keyinchalik birdaniga erib, maydalanib, uyum qumga aylanib qolganda, bu ham uydan qumga hosil bo'lmay uytakda qoladida, keyin asta-sekin chiqib ketadi. Buyrakdagi toshlar 7-sutkada oziqalar, ba'zi zaxiralar yeyilib bo'lgan oziqalar hazm bo'lib turib, oziqalardan chiqadigan narsalar kelmay qolgandan keyin buyrakdagi toshlar erishi hosil bo'ladi. Buyrakdagi toshlar nimadan hosil bo'ladi? Sho'r yoki achchiq narsani yeb qo'ygandan bo'lmaydi u. Ular yeyiladigan go'sht va qovurilgan ko'plab go'shtli mahsulotlar yeyilishidan, siydikdagi muhit kislotali bo'lgandan keyin ajraladigan siydik miqdori 1 sutkada normal odamda 2-2,5 litr chiqish kerak bo'lsa, 1 litrga tushib qolganda yig'iladigan narsa asta-sekin loyqalari cho'kib, asta-sekin tuzga, undan keyin qumga, undan keyin toshga aylanadi. Bu narsani erishiga ishqoriy muhit yuzaga kelgandan keyin toshlar erib tushib boshlaydi. Bularda ham 3 xil tosh bo'ladi: aksaratlar, o'ratlar, fosfatlar. O'ratlar bilan fosfatlar juda yumshoq, qo'l bilan ezsangiz ezilib ketadigan darajada bo'ladi. Erib tushib ketadi, aksaratlar qoladi. Aksaratlar shakliga qarab organizmga muammo tug'diradi. Bular nima? Agar korolovitni deydigan yulduzsimon tashqariga chiqib turadigan tikonlari bo'lsa, mana siydik yo'ldan tushayotganda tirnab tushib keladi. Homilador ayollar tug'ganda dardsimon og'riq bo'ladi. Juda kuchli. Ayniqsa buning og'riq davri tungi oqshom soat 1 dan 3 gacha bo'lgan davrda tushadi. Ana shu davrda juda kuchli og'riq. Agar usti silliq, qayroq toshdek silliq bo'lsa, bu yerdan tushishi ozroq og'riq beradi-yu, lekin osonligida tushib ketadi. 19-21-kunda o'sha katta toshlar ham tushadi. Agarda tosh barcha joyda egallab qolgan bo'lsa va qondan siydikda ajratib oladigan mana filtr qismi torayib, buyrak qurish darajasiga borib 60-70% buyrak zararlangan bo'lsa, bu narsani tushirib bo'lmaydi. Chunki biz buni tushirayotganda ajraladigan siydik, qondan ajraladigan siydik, tarkibida kelayotgan dorilar, giyohlar va ishqoriy muhit mana buni eritib tushirishni amalga oshiradi. Bundan siydik ajralmagandan keyin bu tushmaydi. Muammo shunda. Agar buyrak qurishi boshlanish vaqti bo'lsa, buni tushirish juda oson. Buyrak qurishiga olib keladigan bitta yagona sabab allergen va toksinlar mana yerda ko'p to'lib ketgan bo'ladi. O'shaning hisobidan mana yerda siydik ajralib filtr qismida yaxshi bo'lmagandan yillar davomida dimlanib mana yerdagi muammolar ko'payib ketaveradi va buyrak yetishmovchiligi bo'ladi. Mana bu yerda o'zi dimlanish boshlangandan arteriya davrini ko'tarib ketadi. Ayniqsa pastki, diastolik pastki davrini yuqori bo'ladi. 100 dan baland bo'ldimi, demak buyuragingizda problema bor. Shu haqida o'ylaydi. Xo'sh, toshlar tushib bo'ldi, 21 kun o'tdi. Demak, 22-chi, 23-chi, 24, 25-kunlarda nima sodir bo'ladi? Endi qon tomir devoridagi xolesterindan hosil bo'lgan blyashkalar
o'zbekchaga endi tuguncha bo'ladi, menimcha tugunchalar erishib boshlanadi. Nima bo'ladi? Mana masalan aytaylik, mana bu yurak. O'ng bo'lmacha, chap bo'lmacha, o'ng qorincha, chap qorincha. Xo'p. Mana bu yurak, ikkita bo'lmacha, ikkita qorincha. Yurakdan orta qon tomiri chiqadi. Orta qon tomiridan yurakka qarab ikkita qon tomir yurakni oziqlantirish uchun ikki tomondan ikkita qon tomiri chiqadi, yurakni oziqlantiradi. Xo'sh, xolesterindan shunda bileshkalar hosil bo'lishini tushuntirib o'taman. Xolesterin organizmga 90% yaxshi sifatli xolesterin bo'ladi. U xolesterindan miya hujayralari, jigar, o't hosil bo'lishi ham shu xolesterindan, ayol erkak qiladigan ham o'sha xolesterin. Qisqasi organizmni butun bir imorat deb olsak, o'shanga qo'yiladigan g'ishlar xolesterindan bor. Asosiy narsa xolesterinsiz bo'lmaydi. Shundan yomon sifatli 7-8% yomon sifatli xolesterinlar bo'ladi. Ular jismoniy tarbiya bilan yaxshi shug'ullangan, sport bilan yaxshi shug'ullangan, ya'ni birlamchi oziqani ko'p yeganlar, ovqatlanish qoidasini buzmaganlarda, ya'ni ana bunaqa bileshkalar hosil bo'lmaydi. Ikkilamchi, ya'ni qovurilgan yog'li narsalar, spirtli ichimliklar, sigaret, tamaki mahsulotlar chokkanlar, kam harakatlilar, ko'p uxlaydiganlar, ko'p yurmaydiganlarda buni kasallik boshlanadi. Xo'sh. Mana shu qon tomir dan bir qismini olamizda mana bu kattaroq qilib chizib olamiz. Demak, katta qon tomir. O'sha qon tomirning devorida asta xolesterin uzoq vaqt nervchi, kayfiyatsizlik, kam harakat natijasida xolesterin birlashgasi hosil bo'lib boshlaydi. Yillar davomida asosda bu ko'tarilib bo'laveradi. Endi nima bo'ladi? Xolesterin o'tadigan qonni yo'lini to'sib kichiklashtiradi. Xo'sh. 100 millilitr qon kelyapti. Bu yoq 100 millilitr qonni kutyapti. Lekin manerdan 90 gram qon o'tyapti. 100 gram qon kelyapti. Bu yerda qisilish yo'l torligi uchun 90 gram qon o'tyapti. Bu yer 100 gram kutyapti. 10 gram yetmadi. Yetmagandan keyin yurakda sanchiq boshlanadi. Mana qon dimlangandan keyin mana tomir zo'riqib kengayishga harakat qiladi, og'riq beradi. Buni stenokardiya deydi. O'sha zo'riqish bergandan keyin qon tomir kengayib og'riq beradi. Shu qon suyulsa, bu og'riq ozayadi. Yoki buni tabletkalar bor, qon tomir kengaytirgan. O'sha tabletkalar iste'mol qilganda vaqtinchalik og'riq qoladi, lekin mana u erimaydi, eruvsiz qoladi. Yillar davomida agar bu kattalashsa, mana bitib qolsa yoki manerdan, mana qo'parilgandan keyin maner yopiladi. Manerda jarayon yopildi, bu yoqqa qon o'tmadi. Maner infarkt bo'ladi. Ana endi shu jarayon mana uchudog'ida bo'lsa, manerlarda bo'lsa, odam oyoqda ham yurib o'tkaza olishi mumkin infarkt. Yerlarda biz og'riq berib, tanisa yotishga 30-40% og'riq kuchayib ketadi. Manerda bo'lsa va hayotiy proses 50-50 bo'ladi. Manerda bo'layotgan bo'lsa, demak 2 soatdan keyin omonatni topshiradi. Xo'p, bu endi bitta joyda bo'lib qolmaydi. Bittagina shu tomirda bo'lishim kerak demaydi. Bu yoqdan kelgan tomirda bu yerda ham bo'lishi mumkin, bu yerda bo'lishi mumkin, bu yerda bo'lishi mumkin. Bu tomirda bu tomonga o'zini shoxlarini bersa, ularda ham bo'lishi mumkin. Bitta yurak atrofida bir nechta tomir bo'lsa, hammasida bo'lishi mumkin. Mana kelayotgan tomir faqat bu yerda emas, bu yoqda kelayotganda ham bo'lishi mumkin. Qisqasi hamma joyda qoplab qo'ygan bo'ladi. O'sha narsani eritish jarayoni boshlanadi. Agarda xolesterin uzoq vaqt bo'lmay kam miqdorda bo'lsa, bemor aytgan muolajalar, aytgan harakatlar vaqtida davom ettirsa, bu jarayon tezlik bilan 25-kunlarda ancha yaxshi bo'lib, EKGdagi o'zgarishlar yaxshi bo'lish belgilari paydo bo'ladi. Bu narsani davolash jarayoniga qo'shganimiz beriladigan suyuqlik tarkibida o'sha xolesterinni eritadigan modda bor. Shuni hisobidan bular eriydi. Demak, ateroskleroz jarayonini ko'rib o'tdik. Yurakda, bu o'pkada bo'lishi mumkin. Qaysi organda rivojlansa, o'sha organda belgi chiqadi. Demak, yurakda og'riq bo'ladi, tez uradi, bemor nafas qisishi mumkin, qora ter bosadi, sovuq tutadi, davlash tushishi mumkin, nafas qisadi, juda behalovat, saranjon sarishtasini yo'qotgan holsiz, juda ham bir qo'rqinch holatga kirib qoladigan holat rivojlanadi. O'pkada bo'lsa,
o'pkada nafas tez qisadi, ozroq yurganda nafas tezlashib ketadi, nafasga to'ymaydi, xuddi nafas olganda o'zini o'pkasiga havo kirmayotgandek his qiladi, shamollash bo'lsa og'ir o'tadi, shunaqa holatlar jarayon davom etadi. Miyada bo'lsa, miyada og'riq davom etadi. Doimiy boshda lo'qillagan og'riq paydo bo'ladi. Qaysi sohasida bo'lsa o'sha joyda og'riq bo'ladi. U xolesterin qachon eriydi o'tadi shundan. Miyasida boshda og'riq bo'lgan bemorlar shunday holatga duch keladiki, doimiy kistasida og'riq qoldiruvchi yuradi. Qachonki ichmasa, og'rimasa ham ichmasa, xuddi bosh og'riq kuchayib ketayotgan holatga tushib qoladi. Shuni dorini ichadi, xayol joyi tinch yuradi. Bo'lmasa yo'q. Shu narsadan xoli bo'ladi. Agar u buyrakda bo'lsa, buyrakda bana toksinlar, allergenlar bilan birgalikda o'sha qondan siylikni ajratib olayotgan filtr qismidagi allergen jarayonida rivojlanishiga, siylikni kam ajralishiga, dimlanishiga olib keladi-da, o'sha xolesterin tiqilishdan aterosklerozdagi buyrakda surunkali buyrak yetishmovchi, ya'ni buyrak qurishga olib keladi. Jigarda bo'lsa, jigarda kasalliklarning rivojlanishiga sharoit yaratib beradi, bir-birini kuchaytiradi. Ichaklarda bo'lsa, so'rilish yaxshi bo'lmaydi. Asosiysi matkada bo'lsa, matkadagi ba'zida hayz ko'rish buziladi, shamollashlar ko'p bo'ladi, qo'qda siydik ushalmay qoladi. Xo'sh, homiladorlik yaxshi kechmaydi, homila tush xavflari ham ko'payib ketadi. Homila suv loyqalanishi, infeksiya rivojlanishi, har xil infeksiya rivojlanishiga sharoit yaratib beradi. Agar u chanoq son bo'g'imida bo'lsa, koksa artrozga olib keladi. O'sha yerga oziqa buziladi, ya'ni suyak diffuz oziqlanadi. Qon tomirdan sizib o'tgan oziqa qachonki borsa, suyak oziqlanadi. Bo'lmasa yo'q. O'sha joyda qon yaxshi aylanib oziqa bormagandan keyin koksa artrozga boradi. Koksa artroz degani ya'ni bo'g'imda yallig'lanish oqibati yillar davomida tuz yig'iladi. Harakat cheklanib, og'riq kuchayib ketadi. Ichayotgan dorilar ta'sir qilmaydi. Sovuqqa ham, issiqqa ham chidayolmaydigan bo'lib qoladi. Oyog'ini o'rab ham issiqqa ham chidayolmaydi, sovuqqa ham chidayolmaydi, ozgina bossa yurolmaydi, bir yurib ushlagandan keyin ozroq yuradi, yana yotgandan keyin kuchli og'riq boshlanib ketadi. Va hokazo shunday qoladi. Tuzda bo'g'imida ham shunday, boshqa bo'g'imlar hammasi shunday kechadi. Ateroskleroz kasalligi shunday. Buni davolash davomiyligi ozroq davom etadi. Endi organizmda echinokok, ya'ni kistalar, o'smalar miyoma bo'lishi mumkin, adenoma bo'lishi mumkin va yaxshi sifatli, yomon sifatli o'smalar. Shular haqida to'xtalib o'taylik. Kistalardan asosiysi echinokok bo'lmagan kistalar tez so'rilib ketadi. Echinokok kistalardan kichiklari ustidagi qoplangan pardasi xitin deyiladi. O'sha xitin kalsiy bilan to'yinmagan, ya'ni oppoq qattiq holatga kelmagan bo'lsa, to'liqcha so'rilib ketadi. Agar u qattiq kalsiy bilan qoplangan bo'lsa, razmeri 4-5 sm undan katta bo'lsa, qotib qoladi. Lekin asosiysi oddiy kistalar bu jigardagi, yurakdagi, miyadagi, buyrakdagi qayerda kista bo'lsa, tuxumdonlarda bo'lishi mumkin. Bu kistalar so'rilib ketadi. Xo'p, echinokok kistasini kattalar qotib organizmga xalaqit qilmaydigan qotish darajasiga keladi. Keyingi etap lechiniyada kelsa, asta-sekin so'rilib qo'yish mumkin. Oxirgi so'rilib ketadi. Xo'p, o'smalardan yaxshi sifatli o'smalar to'liqcha yemiriladi. Bu yemirilishga qanday erishiladi? Organizmda o'sma degan kasallik rivojlandimi? O'sma oddiy organizmda hujayrasiga qaraganda bir necha 10 barobar oziqani ko'paydi. Oddiy hujayra tasavvurini qo'pol qilib tushuntirganda, bir piyola ovqat yesa, o'sma hujayrasi 10 kasa, 15 kasa ovqatga muhtoj bo'ladi. Shu narsani yemasa bo'lmaydi, shuncha tez o'sish kerak u. Tez kattalashish kerak. Ovqat yeyilmadi, ochlik bilan to'la oziqa yo'q. Oziqa yo'q bo'lgandan keyin oddiy hujayra 40 kungacha o'zidagi zaxira bilan oziqlanib normal holatda davom etib ketaveradi. O'sma hujayrasi esa u ochlikka chidolmagandan so'lish bo'ladi. Ekinda biron joyga suv chiqmay qolsa, shu so'lib qoladi, qurish boshlanadi, asosiy yordam qilsa qurib ketadi. Sug'orsangiz asta o'sib ketadi. Xuddi shunday so'lish boshlangandan keyin jigardagi proses, ya'ni immunitet kuchaygandagi hujayra immunitet bo'ladi. Gumoral immunitet zaharladi, organizmni zararsizlantirib chiqaradi. Hujayra immuniteti esa mana shu o'smadan rivojlangan o'smani hujayralarini bujmayib qolgandan keyin hazmlanib qolgan, o'shalarni yemirib yo'q qiladi. Yemirib yo'q qilish jarayonida ichgan giyohli, shobor, dorivor suyuqliklar o'sha zaharlarni buyrak orqali zararsizlantirib, jigarga olib zararsizlantirib, buyrak orqali chiqarib jo'natadi. Xavfli o'smalar 45 kungacha davom etadi. Buni avstriyalik olim o'sha narsani aniqlab 53 mingta kasal davolagan va davolash jarayonida hammasi to'liqcha yaxshi bo'lib ketgan. O'smalar kichrayib, asta-sekin yemirib yo'q bo'lgan. Xo'p,
immun sistemasi kuchayishidan barcha organizmdan kasalliklar to'lig'icha ketadi, organizmdan tuzlar, qumlar, toshlar hammasi chiqib ketadi, zaharlar toza bo'ladi. Qisqasini aytganda, organizm barcha organlar shaffof, ya'ni yosharish holatiga keladi. Gormonal almashinuvdan ayrim odamlarda shunday kuzatilganki, oq sochlar qorayish kuzatildi. Ayrim odamlar terida ajinlar ketdi, harakatlar tezlashdi. Ayniqsa semiz odamlarda yurish, harakat, o'tirish, turish harakatlari tezlashishi holati kuzatilib, odam organizmi qisqasi aytganda yosharadi. Agar sizni sog'lig'ingizda mana shunday muammolar bo'lsa, Sherhayot shifo klinikasiga murojaat qiling.